Tojikistonda hozir yo'l tushib qoluvdi. O'rmon xo'jaligi bizni Dang'arada o'rmon xo'jaligi deydi. Mana shunaqa sal yo'g'ayroq joylar bor. Shuni deyapti, lekin bilmayman oti nima ekan. Yilg'in bo'lar, mana bular yilg'in. Biz mahallada ham bo'lardi. Ajoyib. Barkiningda barkka o'xshaydi, lekin guli fioletoviy juda ajoyib gullaydi. Juda chiroyli gullaydi qandaydir. Buyog'i mana bunaqa qumbarxonlar. Ko'karib turganda yo'l tushadimi, yo'qmi hozir yo'q. Yo'l tushib qolganda bitta ko'rsatib qo'ydim. Mana shunaqa azur qumbarxonlar, ona paqa teraklarni ekib qo'yishibdi. Juda katta maydon bu yerda. Mana shunaqa yovvoyi tabiat bor joy. O'rtadan yo'l o'tgan, yo'lning nagi taraflari ham buyog'i o'rmon xo'jaligining yerlari u Tojikistongacha yetib boradi.